Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Biz bugungi videoroligimizda sizlarga 2025-yil 10, 11 va 12 mart kunlari uchun O'zbekistonning 12 viloyati bo'yicha ob-havo ma'lumotlarini sizlarga o'qib beramiz. Qadrli kanalimiz obunachilari, agar ushbu videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa va har kuni shunaqa O'zbekistonning 12 viloyati bo'yicha ob-havo ma'lumotlarini videorolik qilib chiqarishimizni xohlasizlar, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videoroligimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, pastdagi qizil yoki qora yozuvchidagi podpisatsiya tugmasini ustiga bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Biz esa 2025-yil 10, 11 va 12 mart kunlari uchun O'zbekistonning 12 viloyati bo'yicha ob-havo ma'lumotlarini sizlarga o'qib eshittiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi -3 daraja sovuq va +2 daraja iliq. 10 martda kunduzi 8-13 daraja iliq. 11-12 martda kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 11 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-11 martda 1-6 daraja iliq, 12 martda 3-8 daraja iliq, 13 kunduz kunlari 13 martda 18 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Qor ko'chish xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 10 martda kechasi -3, -8 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq. 11-12 martda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, biz bugungi videoroligimizda sizlarga 2025-yil 10, 11 va 12 mart kunlari uchun O'zbekistonning 12 viloyati bo'yicha ob-havo ma'lumotlarini sizlarga o'qib eshittirdik. Agar ushbu videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videoroligimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lish tugmachasini ham bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.